Assalomu alaykum avtofurgon obunachilari, tuzumizlar, sog' salomatmisizlar? Xudo xohlasa bugun biz yana Samarqanddagi Zapchast bozorida do'konimizga kelganmiz va bu yerdagi sizlar uchun pritseplar, farkoplar va labo kerakli zapchastlar haqida foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Asl aka, nima deb o'ylaysiz? Bugungi videomiz xalqqa foydali bo'ladimi? Albatta aniq foydali bo'ladi, chunki ko'p joydan topilmaydigan mahsulotlar bizda mavjud. Metrga tent deydimi, farkoplar, pritseplar topilmaydi, kam yo'q. Undan tashqari labo ramalari kam yo'q. Qisqasi, akalar videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni olasizlar va o'zingizlarga kerakli bo'lgan mahsulotlarni topasizlar degan umiddaman va mehnatimiz qadrlab bitta like bosib, obuna bo'lib, video oxirida kommentariyada o'z xolis fikringizni yozib qoldirib keting akam. Unda obzorni boshlaymiz. Asl aka, bularni ham mashina tortadimi? Yo'q, Fariz, hozir obzorni to'g'ri boshladingiz. Pritseplardan boshlaymiz. Bu bilsangiz, qishloq xo'jaligida hozir ko'paygan mini traktorlar bor, yer haydaydigan. O'sha traktorlar uchun maxsus yasalgan. Bu qarang, bu har xil varianti bor. Alikafondan yasalgan varianti bor yonlari. Undan tashqari mana atsinkovka listlardan qatlab yasab bergan variantlarimiz bor. Qisqasi, zakaz berishsa ham bo'ladi bu pritseplardan bizga. Zakazga ham o'zi traktorchasini razmeriga moslab yasab beramiz. Xo'p, unga keladigan bo'lsak, tormozli sistemalari ham bor mana. Ha, o'ziniki. Ha, tormozlari ham bor buni. Yon tarafdan balonlari 12, yangi balonlar qo'yilgan. Hamma joyi yaxshi aka. Buni asosan shu qishloq xo'jaligida, misol uchun traktorchalar tortsa bo'ladi. Misol uchun odamlar qishloqda dalaga chiqib ketadi. Mana shu narsa bilan dalaga borganda o'ziga kerakli ketmon ortadan lapatka, o'ziga kerak mahsulotlarni olib ketsa bo'ladi. Undan tashqari o't, hashaklarni ortib ketsa ham bo'ladi. Bunisi kattaroq ekan-a? Xo'p, bu endi o'zi avtomobillar tortadigan pritsep. Xo'p, buni materialiga keladigan bo'lsak, buni polni 1,5 lik atsinkovka listdan qayirib, buklab yasab berganmiz. Xo'p, bunga qilingan ishlar yon tarafda balonlari 15 balon bo'ladi. Undan tashqari uporni kolsolari, utuklari, hamma narsalari original qo'yilgan, rossiyskiy resorlar qo'yilgan. Va yuk ko'tarish hajmi shu 8 kilo, 1 tonnagacha yukni ko'taradi. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 220 ga 135. Xuddi labo razmerida, laboning yukxonasi qanaqa bo'lsa, bu ham hajmi xuddi shu labo razmerida bo'ladi. Xo'p, bu narxga keladigan bo'lsa, shu telefon raqamlarini qo'yganmiz, aloqaga chiqsa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Ha. Xo'p, o'zi endi bu boshqa tema bu. Ahamiyat bering, yo'llari ha, laboni zavodskoy bortlaridan yasalgan. Yo'q, ha, va krilolariga ahamiyat beraverasizlar. Balonlar nechi buni? Balon 12 balon buniki. Razmeri nechi buni? Buni ham razmeri xuddi shu labo razmerida 220 ga 135. Xo'p, hozir qarang. Bu yoqda bittasi bor. Shuni bitta ko'rsatay sizga. Chunki hozir noqulay vaziyatda turibdi. Orqalarini hamma joyini ko'rsatib bo'lmaydi. Xo'p, mana bu alikafondan yasalgan. Bo'ynagi traktorchalar uchun tunikadan qatlanib yasalgandi-ku, bu o'zi alikafondan yasalgani. Mana buni ham balonlari yangi. Qisqasi xohlagan variant yasab beramiz. Mana bu o'sha pritsep, ustiga reshotka qo'yilgan. Razmer 220 ga 135. Bortlari zavodskoy bort. O'zi bu boshqa tema deganim. Bu o'zi 1 tonnadan 1,5 tonna, даже 2 tonnagacha yukni ko'taradi, bemalol. Xo'p, krilolari balon 12 va pastda resorlari, rossiyskiy resorlar qo'yilgan. Orqasiga keladigan bo'lsak, bitta orqasini ko'rsatib o'rasiz. Mana, orqa stopniklari, faralari hammasi yangi qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Ochilishi, laboni orqasi qanaqa ochilsa, buni ham orqasi xuddi shunaqa ochiladi. Mana. Shu laboni zavodskoy bortlari. Zo'r. Unisi kattaroq ekan, Yon lekin tarafda shunaqa. chiroqlari gabarit. Ko'rsatib o'rasiz. Moslari ham baquvvat aka. 1 tonna, 1,5 tonna yuklarni o'ylanmay ko'taradi. Yurishi yengil juda. Bunisi kattaroq ekan-a? 4 ta balonli. Ha, bu o'zi kattaroq. Xo'p, qarang, buni hozir uporni kolsolari bor. Mana. Optik ko'rsating. Nimalari bor? Uporni kolso. Bu pritsepni ushlab turish uchun. Utuklari original, yaxshisi 1,5 tonnalik. Xo'p, bu pritsepni hujjatlariga keladigan bo'lsak, polni dokumentalniy bo'ladi, shot spravkasi beriladi. Misol uchun xohlasa, ichi tentini ham urib beramiz shuni ichida. Undan tashqari bemalol buni ustiga reshotka, tent tortib yursa ham bo'ladi. 1 tonna, 1,5 tonnagacha yuklarni bemalol ko'taradi. O'zi bunisi
Xo'p, buni aytib o'taman. Buni BS kategoriya bilan tortsa ham bo'ladi. BS Prava bilan. Bunga Y kerak lekin. Bu o'zi kattaroq. Ha, bu 3 metrga 1,5. Bunga shinere, changanlar, bortlardan foydalanib yasaladi. Mana ko'rib tursiz, baquvvat. Xo'p. Buni krilolari o'zi nerjavika bo'ladi. Zanglamaydigan, chirimaydigan material. Bu Balonlar 2 mosli. to'rtta. Mana 2 mosli. Resorlari va hamma juda baquvvat. Bu 3 tonnagacha yukni bemalol oladi. Yengil. Buni ham shu orqasiga keladigan bo'lsak, zadniy faralar, stopliklar hammasi yangi qo'yilgan. Moslari ham baquvvat, rossiyskiy resordan foydalanib yasalgan. Bu ham polni dokumentalniy bo'ladi. So'chi bu yerda mana bu traktorchilarga ular hujjat so'ramaydi. Qolgan barcha pritseplar dokumentalniy bo'ladi. Bularda bir moslarni BS bilan tortsa bo'ladi, lekin bunga o'zi Y kategoriya so'raydi. B, Y, misol uchun Y kategoriya pritsepda o'zi kategoriyasi Ya'ni bo'lishi B ham kerak. to'g'ri keladi. Yo'q, B to'g'ri kelmaydi bunga. Y kategoriya urilgan bo'lishi kerak. Pritsep uchun maxsus. Bu 2 mosli 3 metrga 1,5. Xo'p, bu prinsiplarimizga kafolatimiz 5 yil. 5 yilgacha O'zingiz berasizlar. Ha, 5 yilgacha biror joyda tiq etsa keladi, to'g'rilab beramiz. Bular o'zimiz qo'l mehnatimiz, hamma narsa qo'limizda yasaladi. To'g'ri, Rossiyada yo biror joydan import bo'lib kelmaydi bular. Xo'p, bu yoqda yana pritsepimiz. Bu 2,5 ga adashmasam 180 bo'lishi kerak. Bir xonali kvartira ekanda. Bu ham shu 2 mosli. Ha, 2,5 ga 180 bu. Enlirog'ida, u 1,5 ku, u 180 enliroq bo'ladi. Balonlar o'zi bort tagiga o'tadi bunda. Mana. Ularda tashqari tarafda turadi. Xo'p, bu yerda pritseplarimiz hammasi dokumentalniy hujjatlari bilan bo'ladi. Bularga ham katta kafolat, 5 yil kafolat bor. Xo'p, endi bu yoqda laboni ramalari. Bular nima vazifada ishlatiladi? Yo'q, bular vazifa emas. Mana oddiy labo bo'ladi-ku. Laboni ramasi bo'ladi tagida, suyab ushlab turadi yukni. Ana shular. Bu yerda koreyskiy ham bor, O'zbekistonniki ham bor. Xo'p, holati ideal ishlatilgan ramalar, lekin holati ideal, singan, yorilgan joyi yo'q, qiyshaygan joyi yo'q. Zo'r. Xo'sh. Bu laboni orqasiga keladigan mana bu rezinami? Rezinalar, ha. Buni hozir bizda 2 xil varianti bor. Mana, bu tangachasi splashnoy, ikki taraf ham splashnoy tekis bo'ladi, ha. Va bu yoqda mana bir taraf tangachalik. Bu tangacha nimaga degan uchun, shuni takka to'shagan vaqti bu havo aylanishi uchun. Aslbek aka, bu laboni polni chiritib sangilatmaydimi? Qarang. Buni doimiy, misol uchun 1 oy, 2 oylab rezin tashab olmay yursa, bu vaqtki laboni polni birinchi zanglatib, undan keyin chiritib yuboradi. Rezin qo'ygandan keyin, rezin qo'yasiz-ku, har 2 kun, 3 kunda rezinni olib, tagini tozalab turish kerak. Ammo misol uchun olmaydigan bo'lsangiz, laboni pollariga tunuka qoplatgandan so'ng o'sha rezin tashlash kerak. Xo'p, fariz, hozir bu rezinamiz 0,8 qalinligi. Hamma tangachalik, yaxshisi, ichi iplisi. Misol uchun bu 1,35 eni laboga shunday tushadi, 220 ga 1,35 qilib kesib bersa. Misol uchun undan tashqari bu rezinadan hozir ko'pchilik chorva mollari boqishda ham foydalanyapti. Tagiga to'shab, shunga ham talab ortgan. Misol uchun bundan chorva mollari boqishga ham misol uchun foydalanilsa bo'ladi. Undan tashqari laboni poliga birga bir tushadigan rezina. Buni ham sifatiga kafolati bor. Misol uchun ancha yil xizmat qilib beradi. Sinovdan o'tgan. O'sha bu katta mashinalarga. Shinere, jak, changan eni 1,72 gacha bo'lgan avtomobillarga to'g'ri keladi. Buni eni 1,72, 1 metr 72 santimetr. Eng kattasi shuda. Ha, eng kattasi shu. Bu rezinadan hozir bizdan boshqa hech qayerda yo'q. Yo'q. Misol uchun 1,72 eni bo'lsa 3 metr bo'ladimi, 3,5 metr bo'ladimi, o'ziga moslab uzunligini kesib beramiz. Buni qalinligi 0,7, bu ham ichi iplisi yaxshisi. Bunga ham kafolat bor. Buni bitta ko'rsating. Laboni pollari ham bor bizda. Mana ko'rib turibsiz. Yig'ma tentlar. Tak, labon salonning orqalari. Bularda ham holat yaxshi. Ya'ni bularni ishlatsa bo'ladi. Holati Ishlatsa yaxshi. bo'ladi, ha.
kerak odamlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, misol uchun narxlarni ham chiroyli qilib beramiz. O'zi bu yoqda Do'konning ichida nimalar bor? farkoplar bor. Mana farkoplar Gentra'ga deydimi, Nexia'ga deydimi, Lassetti. Ya'ni farqi furgonni yo'q. ushlash uchun, ulash uchun. Furgon emas, pritseplar uchun farkoplar bu, ha. Ha. Xo'p, bu yoqda yana bir narsa aytib o'taman. Pritsepda bizda hamma zapchaslari bor. Fara deydimi, mana resorlar, rossiyskiy resorlari bor. Xo'p, utklari bor. Mana farkopniki bor. Farkop narsalari. Boshqa joyda yo'q narsaslarda bor ekan. Hamma narsa bor. Upornik kalsolar bor. O'zi yasagan bo'lsa birorta pritseplar. Xo'p, undan tashqari papa mamalar bor. Bu elektronikasi uchun avtomobilga ulaydi. Mana orqa faralari yonishi uchun. Utklari 800 kilo, 1 tonna 600 liklari har xildan mavjud bizda. Tushunarli. Xo'sh. Xo'p. Undan tashqari Labo poliga tunikalar bor. Mana. Bular 1-2 lik atsinkovka. Shu magazinimizga kelib bemalol olib ketib, o'zlari o'rnatib olsa ham bo'ladi. Bu yonboshlar, ha? Bu salonning orqa tarafi, poli. Bu pasti. Bu yon taraflari bular. Bu orqasi. Bu yoqda yig'ma tent. Misol uchun o'zim o'rnatib olaman deganlarga. Undan tashqari labo bordlari bor. Qisqasi, labo kerakli hamma narsalar bor. Bu nima edi, materialmi? Bu tent o'zi yomg'irli sezonlar boshlanyapti. Laboni ustiga palatka tortadi, tent, material. O'shandan misol uchun ko'pchilik ustalar o'zi karkazni yasaydi, material izlab sarson bo'ladi. Sifati qanday buni? Sifati, kafolati bor. Yaxshi material, 700 grammlik. Mana 900 grammligi bor, 700 grammlik. Qisqasi bu tentlar ham hech qayerdan topilmaydi, faqat bizda mavjud. Metrga sotiladigan. Boshqa joyda sotilmaydi bu tentlar. Zo'r. Xullas, shunaqa gaplar. Kelsa bizda hamma mahsulotlar topiladi. Misol uchun undan tashqari Samarqand shahrida katta ustaxonamiz bor. O'rtacha yerda 40 ta 50 tagacha mashinaga xizmat ko'rsatiladi. Tayloqkurk bilasizmi? Tayloqkurkdan shahar kaftarxonaga kirishdi. Hamma biladi menimcha Tayloqkurkni. O'sha yerda katta ustaxonamiz bor. U yerda bir kunda 30 ta 40 tagacha mashinaga xizmat ko'rsatiladi. 100 dan ortiq odam ishlaydi. U yerda qanaqa ishlar qilinadi? U yerda labo pollarga tunikalar qoplanadi. Labolar tentlar qilinadi. Furgonlar, xolodilnik furgonlar yasaladi. Asosiy Nafaqat labodan tashqari barcha turdagi yuk avtomobillari uchun. Hamma mana shu pritsep olib ketyaptimi yo kelib tent o'rnatyaptimi, furgon o'rnatib ketyapmi, hamma narsa dokumentalniy bo'ladi. kafolatlar bilan. Kafolatlar bilan 5 yil kafolat, oddiy mana bu rezinagacha kafolat beramiz. Xo'sh, bunda zo'r, videoni mana shu yerda yakunlaymiz, a? Xo'p, hurmatli obunachilar, bizning manzilimiz Samarqand shahridagi Yangi Zapchas bozorida joylashgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, rezinalar, pritseplar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa, kommentariyada o'z xolis fikrlarini yozib qoldirib ketinglar. Va bu narsalarimizni, mahsulotlarimizni narxi qiziq bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Avtofurgonimiz to'g'ri tanlov.